Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, sizlarga boyagi Shayton Akbar degan o'yinning davomini ko'rsataman deyapman. Mana tayyor qilib qo'ydim. Boyagi davomi degan ma'noda nimani aytyapman? Xo'p, mana rekordlar bor, boshqa bor. Xuddi o'sha nimadan boshqa bitta tekstni olamiz. Tashqi dasturda ochish. Xo'p, aytaylik, Shayton 2 ning tekstidan olamiz. Bu nima uchun? Shayton 1 va Shayton 2 ni ishlatish uchun maxsus mo'ljallangan hisoblanadi. Mana ko'ryapsizlar, 100 talik degani bor. Xo'p, xohlasangiz 200 ta, xohlasangiz 300 ta qilib terib olaverishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizning ta'bingizga qarab, darajangizga, kuchingizga ishonib, vaqtingizga deganday. Xo'p, ishonib nima qilaverasizlar? Mana Xo'p, biz nimani kattalashtiramiz? Mana qaranglar, kattalashtirish biroz qiynaydi, lekin baribir yomon emas. Xo'p, mana qaranglar, Shayton o'yinining juda nima ajoyib nimasi hisoblanadi bu. Xo'p, nima deyilgan? Mana katta ekran bo'ldi. Endi bemalol ishlasak bo'ladi. Boyagi tekstni kopirovat qilib qo'yganmiz. Mana buni kopirovat qilganmiz. Hop, yana 1-2 marta ishonch hosil qilamiz. Endi hop, interval masalasini to'g'rilaymiz. Vaqti degan narsa 1 minutlik yetadi menga. 1 minutlik vaqt yetadi. Hop, yana nima qoldi? Chalaroq. Hop, 1 minutlik vaqt mana belgilandi. Ma'lumotnoma degani bu. Mana shu ma'lumotnoma bir boshda keladi. Mana shu ma'lumotnomani yana agar kerak bo'lsa bossangizlar chiqarib beradi yoki mana reload bersa qayta yuklaydi. Shayton stop degani bu. Uni keyinroq tushuntiraman. Hop, intervalni belgilaymiz. Interval 3 sekund har doimgidek menga yetadi. Hop, yana nima bor? Mana bu yerda ro'yxat kerak bo'ladi. Ro'yxatini olamiz. Ro'yxatni olamizda. Hop, 1 bilan 2 ni davomidan bosaveramiz. Mana 1 bilan 2. Hop, mana ikkitasini endi men qaysini bosganimni o'zim sezmay qoldim. Mana shu sezmay qolgan payti mana maxsus bitta xususiyat qo'shib qo'yganman. Yaxshilab e'tibor qaratinglar. Men sezmay qoldim-a. Tanlangan deb nima deb mana bu yerdan yozsangizlar ham bo'ladi. Tanlangan nimalar ro'yxati deb. Shaytonlar ro'yxati yoki mana bu yerdan qidirib topishlaringiz kerak bo'ladi. Hop, tanlanganlarni orasidan topish kerak endi. Mana. Tanlangan shaytonlar ro'yxati. O'zi avtomatik mana ustunli bo'y knopkani bu bo'ladimi? Ustiga bossangizlar, avtomatik tarzda bu yoqqa tekst yozilgan joyga o'tkazib beradi. Mana endi sendni bosamiz. Biz tanlaganlarni chiqarib beradi endi. Xo'p, mana tanlaganlar chiqarilgan. Mana tanlangan siz degani bu, men yozganim. Mana shu ikkita shayton bordi. Xohlasam minusni bosib ro'yxatdan chiqarishim mumkin. Nima ish qilishigacha qilib qo'yib beryapti. Ana endi tekst maydon yetarli bo'ladi menga. Tekst maydon kerak. Tekst maydonda bundoq qilamizda, katta qilib iloji bo'lsa eniga kattaroq qilishni maslahat beraman. Xo'p. Eniga kattaroq. Mana bu narsalar nima ekan deb hayron bo'lib o'tirishlaringiz mumkin. Mana bu narsalar mana shunda tekst bo'lsa, sariq nima qilib beradigan nimalar o'sha tekstni qavsga olib beradi. Masalan mana yoki boshqa shuni yozaman-da, bundoq qilsam
xavf solib beradi. Mana bunaqa skobkalarda turlari bor. Xohlagan turdagi skobkalar. Bu yerda ham umlautlar bor. Mana harflar bor. Agar klaviaturadan topib yetisha olmasangizlar. Yarim tayyor so'zlar bor. Bog'lovchi so'zlar bor. Va yoki deganda ham yana inkor so'zlar bor. Nicht bilan kaynlar shu yerda hammasi. Xo'p, bizga bu so'zlar kerak emas. Hozircha mana bu PDFdan kopirovat qilganimizni qo'yamiz. Endi qo'ydigan mana endi mana buni bu yerdan start bera olmaymiz. Boya o'rgatganimdek. Xo'p, start bera olmagan uchun bu yerdan ana u degan topamiz. Xo'sh, do'stlar, uzr, texnik uzilish bo'lib qoldi, nosozlik. Xo'p, davomini aytamiz. Mana tekst tashlandi. Tekst qo'yilgandan keyin mana endi boya ikkinchi shayton so'zlari edi. GPT ga yozdirganman buni ham. Xo'p, endi nimaga berish uchun, start berish uchun mana shayton akbar deb yozing degan nimalar bor. Eslaringizda tursin, shayton akbar doimo start beruvchi so'z hisoblanadi. Mana shayton akbar keldi. Mana endi sentni bossak yoki klaviaturadan enter bosish kerak bo'ladi. Mana shaytonlar ishga tushdi. Tezroq matndagi o'zgarishlarni to'g'rilab boring. Mana to'g'rilaymiz endi. Xo'p, juda uzoqlashib ketyapti. Mana Freund deb mana uzoqlashtirib yuboryapti. Ayrim so'zlarni ikkiga bo'lib yuboradi. Biz mana shu bo'lingan so'zni bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ayrim joylarga mana ikkita shayton nima qilayotgani uchun so'zlarni qayerga nima qo'yayotganini ko'ryapti mana. Xo'p. Mana ko'ryapsizlar? Aha. Ayrim so'zlarni orasini yaqinlashtirib yuboribdi. Xo'p, yana nimalar bor? Mana arz xatdan keyin nuqta bo'lmaydi. Mana arz xatdan keyin nuqta bo'lmaydi. Aha. Har bir so'zlar orasiga virgul qo'yib tashlagan. Mana bu bo'lmaydi bunaqa nimalar. Biz ana shuni bilib to'g'rilashimiz kerak. Hozir 3 sekunddan qo'yilgani uchun juda tez qilib tashlayapti. Mana shu paytda shayton stopni bossak nima bo'ladi? Mana stop berildi. Mana ko'ryapsizlar? Stop berilgandan keyin mana siz hali o'yinni boshlamagansiz-ku. Avval kerakli sozlamani kiriting degan. Biz shayton stop qildik. Mana endi xo'p. Endi mana bu natijalarni ko'rib olamiz. Mana minusni bosamizda. Xo'p, vaqt tugadi deyilyapti mana. Boya stopni bosganimiz uchun. Natijalar. Bitta so'zni yo'q qilib yuborganman o'yindan keyin. Mana shunaqa ishlaydi, juda anavi qilib tashlaydi. Xohlasangizlar endi xuddi shu narsani mana shu Neuspielen degani bor, yangitdan boshlamoqchi bo'lganlar uchun. Mana yangitdan boshlaymiz. Shu qoidalar asosida qoidalarni o'zgartirish degan nimalar bor. Qoidalarni o'zgartiramiz. Endi boyagi qoidada nima edi? Shayton intervali degan narsa bo'ladi. Men buni sekundini endi 5 qilaman, chunki 3 sekundga ulgurmayapman. Xo'p, yana nima bor? Intervaldan keyin mana vaqti degan narsa bor. Vaqtini M1 sek 10 deb qo'yaman. Bu degani 1 minut 10 sekund degani. Mana vaqt sozlandi. 1 minut 10 sekund to'g'rilandi. Mana endi ro'yxat degan boyagi ro'yxatni qilamiz. Shaytonlar ro'yxatini. Xo'p. Mana 1 bilan 2 ni qo'shib qo'yamiz. 1 2 qo'shdik. Endi davomi mana hamma narsa tayyor bo'lish kerak. Bu endi yo'q. Mana bu yerdan tekst olgan edik. Esdan chiqibdi. Kompyuterda xotirasidan chiqib ketgan. Endi mana shuni olamizda mana bu yoqqa ichiga tashlaymiz. Tashlandi. Xo'p, tashlandi. Qanday tashlanadi? Mana bunday
katta qilamiz. Ana endi xo'p. Endi bu yerdan anavini Shayton Akbar deb yozib ko'ramiz. Agar ayrim kamchiliklar bor bo'lsa, mana ishga tushdi. Kamchiligi yo'q ekan. Tekshirib oldik. Mana boshlandi harakatlar. Har 5 sekundda o'zgartirish boshlanadi endi. Bunchalik ham vahimali bo'lib ishlab ketmaydi. Faqat orasidagi intervalni kattaroq qilasizlar. Bo'ldi mana. Men intervalni kattaroq qilgan holatda ish qilyapman. Mana sekund sanab ketyapti bu yerda. Xo'p. Qaranglar, mana orasini yaqinlashtiramiz. Xo'p. Uzoqlashtiryapti mana. Mana nuqtalar paydo qiladi. Ikkita shayton navbat ishlaydi bu yerda. Endi mana shu joyda bitta anov qilamizda to'xtatamiz mana. Xo'p. Shayton stopni bosamiz. Teslash to'xtatildi, natijalarni ko'rish. Mana natijalarni ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana siz o'ynay olgan vaqt 60 sekund. Avvalgi vaqt 70 sekund. 10 sekund qolganda to'xtatdim. O'yindan keyingi so'zlar 104 ta ayrim so'zlarni udalib qo'yganmiz. Mana shu narsa do'stlar.